SAT bu Scholastic Assessment Test. IELTS'dan farklı ravishda SAT skill'lari boshqacha va SAT olinish maqsadi boshqacha. IELTS English Proficiency Level'ni o'lchasa, SAT bu boshqa bir skill'larni o'lchaydi. Masalan, reading bo'yicha passageni analiz qilishlik, tushunishlik ko'proq shu. Matematikadan ham shu narsa. Initiative problemani, ya'ni tanqidiy fikrlab yetishlikda o'lchaydigan narsa. Ya'ni bu til bilishlikni o'lchaydigan test emas. Shu bilan farq qiladi. SAT asosan US, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida mashhur. Uning 11 sinf high school studentlari uchun olinadi. IELTS esa bu international, ya'ni birinchi tili ingliz tili bo'lmagan hamma uchun. SAT esa faqat US citizenlar uchun desagan bo'ladi. Hozir international ham bo'ldi va SATning maqsadi o'quvchini qanchalik kollejga UNUS'ga tayyor ekanligini ko'rsatib beradigan exam, ya'ni test bo'ladi. Shu orqali o'lchaydi. Ikkisini asosiy farqi shu.